Assalomu alaykum. Shu siz o'g'limga metrka olgan keldim aka. Bo'ldi aka, qanaqa ism qo'yamiz? Olim ismi nechi pul? Ha, olim ismi aka $500 ekan olim ismi. Voy bu. Buncha qimmat. Shohruh ismi nechi pul? Shohruh aka $300 ekan. Voy bu. Ismlar ham qimmat bo'lib ketdi-da, ha? Aziz ismi nechi pul? Aziz ismimi aka 50 ming so'm. Suv tekin aka, skladda chang bosib yotibdi. Xolosangiz 3 yilga bo'lib to'lashga beraveramiz aka. Sardor ismi nechi pul? Sardor ismi aka $5000 aka. Buncha qimmat-ey. Endi aka Sardor ismli bolalar oddiy bolalar bo'lmaydi. Sardor ismni o'zi legenda-da aka, u uncha-muncha odam qo'yavermaydi u ismni. Azizjon, bolajonim. 3 yilga bo'lib to'lashga yozavering. Assalomu alaykum. Shu siz o'g'limga metrka olgan keldim aka. Bo'ldi aka, qanaqa ism qo'yamiz? Olim ismi nechi pul? Ha, olim ismi aka $500 ekan olim ismi. Voy bu. Buncha qimmat. Shohruh ismi nechi pul? Shohruh aka $300 ekan. Voy bu. Ismlar ham qimmat bo'lib ketdi-da, ha? Aziz ismi nechi pul? Aziz ismimi aka 50 ming so'm. Suv tekin aka, skladda chang bosib yotibdi. Xolosangiz 3 yilga bo'lib to'lashga beraveramiz aka. Sardor ismi nechi pul? Sardor ismi aka $5000 aka. Buncha qimmat-ey. Endi aka Sardor ismli bolalar oddiy bolalar bo'lmaydi. Sardor ismni o'zi legenda-da aka, u uncha-muncha odam qo'yavermaydi u ismni. Azizjon, bolajonim. 3 yilga bo'lib to'lashga yozavering.